Hozir men sizlarga aytadigan savollarni laminat sotib olishingizdan oldin bersangiz, точно yeb qo'ymaysiz. Meni ismim Tilla, men MAF kompaniyasida ishlayman. MAF bu butun dunyo bo'yicha 28 dan oshiq zavodlar bilan hamkorlikni o'rnatgan, 2000 dan oshiq dekorlari bor katta kompaniya hisoblanib, 20 yildan oshiq O'zbekiston hududida o'z faoliyatini olib bormoqda. Bizani showroomimizga kelib, birinchi berishadigan savolligisi bu narxi va rangi. Lekin siz berishingiz kerak bo'lgan savollar qatorligi mavjud. Birinchisi bu sertifikat. Mahsulotning sertifikati bormi yo'qligini bilish. Undan tashqari qaysi davlatda ishlab chiqarilganligi, klass emissiyasi, klass nagruzkasi, klass istiraimости deydi, usti ishqalanib ketmasligini bilishingiz shart. Laminatni namlikka chidamasligi, uni garantiyasi borligi, bor bo'lsa necha yilga yaroqliligi muddatini albatta tekshirib oling. Bundan tashqari yana qiziqarli savollar ketma-ketligi mavjud, lekin hammasini bitta rolikka sig'dira olmaymiz. Shuning uchun o'zingizni qiziqtirgan savollarni kommentariyaga yozib qoldiring, biz albatta javob beramiz.